Aka shaftoli bormi? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Marranzo va bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar. Agarda ushbu videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga birdan like bosib, kanalimga hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizga tezroq 5000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Unda men videoni boshladim obunachilar. Bir qiziquvchan o'yinchi bitta merga kirib, vijvaniya qilayotgan edi. U albatta birinchi bo'lib daraxtni sindirishdan boshlab ketdi. Keyin esa o'ziga u verstak yasab oldi va verstakdan esa taxta yasab olib, u birinchi bo'lib o'ziga kirga yasamoqchi bo'ldi va yasab oldi. Va o'sha joyni yorug'idan qazib boshladi va shaxtada toshlarni qazishni boshlayordi. Ana o'yinchi sekin-astalik bilan toshlarni qazib olayotgan edi. O'ziga ozgina kulbadek uy yasab oldi. Keyinchi tun bo'yi shaxtada o'tkazdi o'z kunini. Va o'yinchi chiqib qaragan paytda esa kun tushayotgan edi. Allaqachon o'yinchi o'ziga ferma ham qurishni boshlayordi. Tunda kimdir uni uyg'otib yubordi va tashqariga chiqib qaraganida bir qanaqadir mobni ko'rdi. Ya'ni qonli Krekingni ko'rib qoldi. U Kreking aslida kimligiga qiziqib, uning oldiga sekin-astalik bilan qilich tutib borar edi. Sekin-asta borar edi. Sekin-astalik bilan Kreking oldiga kelib oldi o'yinchi. Vau, yoniga boryapti Krekingni. O'yinchini serverdan otib yubordi. Menimcha bu Kreking sabab. What?